6 oyda IELTSdan 8 oldim. 9-sinfda IELTSdan 8 oldingizmi? Natijam 2 kunda chiqqan bo'lsa ham, menga 10 kun o'tgandek tuyuldi. 9 ball olishni siri nimada o'zi? Assalomu alaykum. Bugun bizda IELTSdan 8 olgan o'quvchimiz bor. O'zi tanishtirib o'ting. Men Humayun Hamroqulov 11-maktabning 9-sinfda o'qiyman. 9-sinfda IELTSdan 8 oldingizmi? To'g'ri, oson bo'lmadi-yu, lekin uddaladim 9 oldim. 8 oldim. Xo'p, hozirgi videomizni asosan endi ingliz tiliga qiziqqan, IELTS yoki TOEFL olish xohlaganlar ko'radi. Shularga endi bitta maslahat sifatida qanaqa qilib 8 olganingiz bo'yicha xarita ko'rsatib bersak. Humoyun IELTSdan 8 olguncha necha marta IELTS imtihoniga kirib chiqdingiz? Birinchi martadan 8. Birinchi marta 8. 9-sinf o'quvchisi. Hayajon qanaqa bo'ldi imtihonga kirganda? To'g'risi boshida imtihonga kirgandan oldin juda katta hayajon bo'ldi. Lekin mockga borganlarim qandaydir yordam berdimi, bilmayman. Shu imtihonga kirganimda umuman hayajonlanganim yo'q. Bor kuchimni ko'rsatib chiqdim. Humoyun, eshitishim bo'yicha IELTS 8 olgan bo'lsa, shuni readingi 9 chiqibdi. Demak, inglizchada o'qish bilasiz. Ozmoz bilamiz. Hazillashdim. Demak, IELTSda qaysi sectionda necha ball oldingiz? Aytganingizdek, readingdan 9, listeningdan 8 chiqdi. Writing 7 bo'lsa, speaking eng pasti 6.5. Ingliz tilida o'qib yurganlar ko'pchilik bilsa kerak, asosan qiynaladigan sectioni bu writing qismi hisoblanadi. Sizda qanaqa bo'ldi? Bu necha chiqdi writingdan? Writing ko'p tayyorlanardim. Shunga 7.5 chiqdi. O'zim kutmagan holda. 7.5 olish uchun nimalar qilish kerak? Nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Birinchidan, o'ylashimcha writing habit rivojlantirish kerak. Haftasida kamida 4 marta essay yozganman o'zim. Bo'lmasa, har kun yozishga harakat qilardim. Ularni hamma xatolarini tekshirib, 9li band 9 essaylarni analiz qilib, shundan ham vocabulary, ham grammar boost bo'lgan. Humoyun, writingda 7.5 olish siri nima? Menimcha consistency katta rol o'ynaydi. Writingdan kattaroq band skorlarni urish uchun. Birinchidan, writing habit qilish. Har kuni kamida bitta task 1, task 2 savollarga ko'rib, yozib, ularni ustozimga tashlab, xatolarimni tekshirardim. Unga qo'shimcha ravishda yana 9lik band 9 essaylarni ham analiz qilganman. Vocab va grammar kuchaytirish uchun. Humoyun, writingda har kuni bitta essay, bitta report yozsa, shunda writingdan o'sish bo'ladimi? Ya'ni IELTS writingda 7+ olsa bo'ladimi? Ko'pchilik shunday deb o'ylaydi-yu, lekin eng asosiysi xatolarni tekshirish. Demak, har kuni bittadan essay va report yozsa, writingda 7+ olsa bo'ladimi? Hamma shunday deb o'ylaydi-yu, lekin eng asosiysi xatolarni tekshirish deb o'ylayman. Chunki bilasiz, quality better than quantity. Asosan sifatga e'tibor qaratishga so'rab qolaman va har yozgan essay va yoki reportlarda odamlar, o'quvchilar o'ziga bir yangi strukturami, vocabularyni o'rganishi kerak deb o'ylayman. Listeningda 9 olganlarni ko'p ko'rganman, lekin readingda 9 olish kamdan kam uchraydigan holat. 9 olish siri nimada? Menimcha odamlar nimani kuchaytirish xohlasa, o'shani qilish kerak. Reading bo'lsa reading, writing bo'lsa write qilish kerak, yozish kerak. To'xtamasdan bir nima o'qib turishlari kerak. Kamida artikel yoki ingliz tilidan badiiy adabiyotlar tavsiya beraman agar ular readingdan kattaroq ball olish xohlasalar. Ko'pchilik listeningdan 9 ball oladi, lekin readingdan 9 ball olish kamdan kam uchraydigan holat. 9 ball olishni siri nimada o'zi? Menimcha listening ancha osonroq bo'lgani uchun ko'plar 9 oladi, lekin readingda o'zining qiyinchiliklari, tushunish degan muammolar ko'p uchraydi studentlar orasida. Shu meni o'ylashimcha, studentlar o'zini kuchli tomonlari emas, kuchsiz tomonlariga ko'proq fokus qaratish kerak va qiyinchiliklardan qochmaslik kerak. Eng asosiy shu deb o'ylayman. Keyin readingdan 9 ball olish bu just comprehension degan tushuncham borda. Prosta tak readingdan 9 olish bu oson emas, faqat test ishlab. Studentlar artikel o'qish kerak, ingliz tilida badiiy adabiyotlar va iloji bo'lsa shunaqa English environment yaratish kerak. Chunki u to'laqonli sizning ingliz tilingizni o'stirishga yordam beradi. Siz inglizcha o'ylashni boshlaysiz, inglizcha gapirish ancha osonlashadi deb o'ylayman o'sha. Muntazam ravishda mock imtihonlarni yechish readingni ochirib beradimi? Men unday deb o'ylayman. Chunki birinchi o'rinda analiz degan narsa bor. Odamlar xatosini ko'rmasa, u o'sish bo'lmaydi hech qanday. Faqat u o'zi current levelini bilishga yordam beradi mocklar. Shuning uchun ular o'qigandan ko'ra har bir xatosini tushunib, tekshirib, keyin yana qayta urinib ko'rishlariga maslahat beraman.
Demak, faqatgina test ishlab o'tirganni foydasi yo'q, uni tekshirib ham turish kerak. U maksimum 6 gacha, 6,5 gacha olib borishi mumkin, lekin xatolarni tushunish yo analiz qilish bu kattaroq bandlarni garantiya beradi. Shu ko'pchilik shu moki qilib bo'lgandan keyin uni tekshirish uchun yoki analiz qilish uchun vaqt yetmaydi yoki uyda bo'lsa uydagilar ko'p chalg'itadi. Shunga qanaqa yechim qilsa bo'ladi? Menimcha ular o'ziga bir yaxshi muhit yaratib olish kerak birinchi o'rinda. Hech qanaqa chalg'ituvchi narsalarsiz yoki vaqtini oladigan televizor, telefon degan gadjetlarsiz o'tkazish kerak vaqtlarini. To'g'ri, hammani uyida ham sharoit bo'lmaydi. Shuning uchun men o'quv markazlarida vaqt o'tkazishlarini maslahat beraman. Chunki u yerda ancha yaxshiroq muhit va uncha distraction bo'lmaydi. Masalan, Clips, u yerda hamma resurs va muhit tayyor siz o'qishingiz uchun. Qo'shimcha ravishda bu yerdagi ustozlar juda ham helpful bo'lib, sizga qo'ldan kelganlaricha yordam beradi, darslardan keyin bo'lsa ham. IELTSda yuqori ball olish uchun grammatikani o'rni qanchalik darajada muhim? Grammatika bu General Englishda bir tarkibiy qismi, lekin bu grammatika keraksiz degani emas. To'g'ri, listening, readingdan grammatikasiz ham 7+ olish ehtimol bor bo'lsa ham, bu writingga umuman aloqasi yo'q. Bu deyarli impossible. Agarda qaysidir ustoz sizga grammatikaga fokus qaratmaymiz desa, bilaveringki, siz writingdan 7+ ola olmaysiz. Listeningdan 8 olibsiz. Bu ham yomon natija emas. Asosan nimalarga ko'proq e'tibor berdingiz? Kino ko'rdingizmi yoki muzika eshitdingizmi? Kino ko'rish ham qanaqadir darajada yordam berishi mumkin, lekin u bilan ko'p shug'ullanmaganman, to'g'risi. Asosan hamma kontentni inglizcha qilishga harakat qilardim, podkast eshitardim, qanaqadir video bo'lsa, o'shalarni ham ingliz tilida, yangiliklarni ham ingliz tilida konsum qilishga harakat qilardim, to'g'risi. Keyin listeningga bog'liq bo'lgan strategiyalar o'rganish ham qandaydir darajada boost bo'lgan deb o'ylayman. Philipsga birinchi marta kelgan paytingizda darsga nechini olish plan qilib keldingiz? To'g'risini aytsam, boshida maqsadim yo'q edi. Ustozlarim so'raganda 7+ bo'lsa topshiraman deb yurgandim. Lekin darslar qiziqarli va juda interaktiv bo'lgani uchun kirishib ketdim va natijani ko'rib turibsiz. Videoning eng qiziq joylaridan bittasiga keldik. IELTSdan 8 olgan paytingizda sertifikat natijasi chiqqanda qanaqa emotsiya, qanaqa hissiyot bo'ldi o'zi? To'g'risi, natijam 2 kunda chiqqan bo'lsa ham, menga 10 kun o'tgandek tuyuldi. Har bir minutini bittalab sanadim, to'g'risi. Keyin ustozim 7,5 dan kam olsang tabiiyki so'rab yotma degan gaplari ham ancha meni hayajonlantirdi. Natijam chiqqan payti internet ishlamay qoldi, eng qizig'i. O'sha payti hayajonli payt bo'ldi desam ham bo'ladi. Keyin 8 chiqib qoldi. O'zim hayron bo'ldim. 8 chunki 7,5 kutgandim. Yo 7 yo 7,5 deb kutgandim, 8 chiqib qoldi. O'zim ishonmadim, bor 10 minut, 15 minutlar. Keyin ota-onamga, ustozimga telefon qildim. Tengdoshlaringizga nima maslahat berasiz? Menimcha IELTSni hayotini mazmunli qilish bu juda katta xato. Bu juda ko'p odamlar o'rtasida uchraydi. Bu IELTS bu long term goallar erishish uchun bu qandaydir vosita bo'lib ishlash kerak. Masalan, men ingliz tilidan olgan bilimlarimni SATda qo'llab ko'rmoqchiman. Va men kelajakda cyber security bo'yicha chet elda o'qimoqchiman. O'zi IELTSdan 8 olishga qancha vaqt ketdi? Klipsga kelgunimcha obshi 2-3 yil davomida bir nechta o'quv markazlarini sinab ko'rdim, lekin ulardan ko'nglim qolmagan. Va Klipsga kelganimda darajam 5,5-6 edi va Jahongir akani yordamida 6 oyda IELTSdan 8 oldim. Humoyun, foydali suhbat uchun sizga rahmat aytamiz. Kelajakda yana ham ko'proq natijalarga erishishingizni tilab qolamiz. Va bizlarni kuzatib turgan har bitta kuzatuvchiga shu videoga like bosib, kommentariy yozib ketishlarini so'rab qolamiz. Sababi bu video ko'proq odamlarga yetib borsin va shu videodan xulosa qilib, ular ham ko'proq yaxshiroq natijalarni qo'lga kiritsin. Rahmat sizlarni taklif qilganlaringiz uchun. Charchamang, sog' bo'ling. Rahmat.